Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında Ma'mun münasebetlik dersleri yani devamda. Bugün Ahmed ibn Abi Halid degan Ma'munninki bir valisininki qoni yomon ochko'z bir odam ekanligi. Buningga Ma'munning qanday muomalada bo'lganligi haqidagi bayonda to'xtalamiz. Bu Ahmed ibn Abi Halid qoni yomon odam bo'lib, onu ma'lum bir ishlarga avatgan vaqtida, bir yo'l solgan vaqtida avat uchun burun qo'sqin to'yg'izib, tushlik tomoqni berib, anda yo'l soladi ekan. Şu esnada hamda ma'lum bir voqelik tufaylidan Ma'munga bu vaqtda bir fikr berildi. Agar Amirul Mu'minin xalifa to'g'ri ko'rsa, shu Ahmad ibn Abi Xolidga bir joy rastlab bersak yoki bir o'rin joy rastlab bersak, chunki bu yemeklik sebebidan zolimlarga sel yordam berdigan avvallar kelib chiqyapti degandiki, Ma'mun buningga bir kunda 1000 dirham pul, ya'ni maosh bekitib bergan kunida maxsus buning do'stqini uchunlama. Shunda bo'lsa-mu, yana bu xalqning shu tamqiga ko'z yug'atdi deganda, ochko'zrak. Shuning uchun Di'bal degan shoir bu vaqtda mundaq degan. Xalifaning shu Ahmad ibn Abi Xolidga bir yemek içmek bekitib berganligidan biz rahmat aytdik. Musulmonlardan buning zinini, aziyatini shu orqali bu yerda to'xtatdi xalifa. Demak, buniki ishlarini, mashg'ulotini uyga qartib qo'ydi degan she'rimdi bu. Ya'ni xalqning tamqiga ko'z yug'otmaydigan, hamda uysida etib yeydigan va yashab turmushga ega qildi demakda bu orqali. Hamda Ibn Abi Duatning deyishicha, Ma'munning bir odamga mandaq da'vat qilganligini anglagan edim dedi. Balki bu uzrdir va yoki bir qasamdir. Bu ishkilesini men sana baxshanlik qilib beribdim. Sen shundoq bo'lsinmi, sen yomonlik qilyapsan hamisha, men yaxshilik qilyapman. Sen gunoh qilyapsan, kechiryapman. Oxirda shu afvuchalikim seni bir o'ngshab qolarmikin, seni bir yaxshi odam qilayotamikin deb o'ylayman degan. Demak, bu odamniki bu yerda afvuchan kang qo'saqligi ifodalangan mazmun. Ham Johizon deyishcha Sumamat ibn Ashras degan odam shundoq deydi: "Men Ja'far ibn Yahya al-Barmaki ve Ma'mundimni o'ta noiti yutuq shaxslarni ko'mgan edim" dedi. Bu Ja'far ibn Yahya'mi shu Harun Raşid davridagi vazirlarning biri, danglik vazirlar. Hatta bularni podsho deydi. Chunki huquq shu butun tamg'idan tortib nima Harun Raşid berib o'tganda Barmakilarga. Shuning uchun bularni podsho deb atagan. Yoki bo'lmasa ablag' degan so'zni bu yerda noiti balog'atlik, tilinoit o'tkir deb tarjima qilsakmi, balkim bo'g'dak. Chunki bular o'z zamonasiga noiti yutuq adiblardan sanalgan kishilar. Endi Ma'mun bilan bir yani payg'ambarlikni da'vo qilgan birisining orasida bo'lgan bir dialog suhbat Silafi Tuyuriyat nomli kitobda Hibsul Madainidan rivoyat qilib bayon qilishicha, u kishi bunday deydi: Ma'munning huzuriga bir qora odam keltirildi dedi-da, qora tenlik. Bu payg'ambarlikni da'vo qilib olgan, ya'ni o'zi payg'ambar deb olganda shu vaqtda. Men Musa ibn Imron, men Musa payg'ambar deyapti. Ma'mun bu odamga debdiki, Musa dedi. Qo'lini yanchiqidan shunda selib chiqarsa oppoq chiqadi. Mo'jiza Musa alayhisolatu vasallamniki. Sen bu qo'lingni Musadek oq chiqara olsang, men sen ishinay degandiki, bu Asvat debdi bu kishi. Hamda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga bu mo'jizani qanday vaqtda bergan deganda, Firavun men haqiqiy Xudo deb xudolik da'vat qilgan vaqtida Musa alayhisolatu vasallamga bu mo'jizani bergan. Undaqda sen bu Firavunga o'xshash gapni deysa, shu vaqtida men qo'limni oq chiqarman deb bu oldiga bu sababni qo'yib olgan. Bo'lmasa bu oqamaydi deb turib olgan edi deydi. Bu munatiba xubsan
kazzab taqılıdı. Hem bayan kılışı Ma'mun şundak deydi. Benim bir avarçılıklar yoluqqa vaqtimda bana bir musibetli düşüp. Ve bunun sebebi çokum men bekitken valilarning yoki qo'l ostimdagi rahbar amaldarlarning zulm sababidan deb degandek shundoq holatlarni men uchirtatdim degan. Bu Ma'munniki bu yerdagi kamtarligi ham farosati bayon qilingan mazmun. Endi Ma'mun bilan yana bir odamning orasida bo'lgan munozara haqida Yahya ibn Aksamdan bayon qilinishicha Ma'mun seshanba kunda fiqhiy munoziraga bir sorun tuzab o'ltirayotganda bir odam kelibdi, ustida kiyimlarini turib olgan, oyog'i qo'lida, shunga bilan u besatniki bir bo'long'ida gilamniki chetida bir yerda tudida bu odam o'tirib assalomu alaykum deb xalifaga salom bergandan keyin xalifa Ma'munmi buningga va alaykum assalom deb javob qaytardi shu orliqda. Sening mushu majlising haqida menga bir ma'lumot bergin deb bu odam savol tashlabdi-da xalifaga. Sen bu yerga musulmon ummatning birdek ittifoqi bilan mushlarning bekitishi bilan o'tdingmi bu yerda yoki majburiy yo'sinda o'zingning kuchingga tayanib bu yerda o'ltiryapsan dedi. Degandan keyin Ma'mun javob berib, bundami emas, mandami emas, har ishkilis emas debdi. Belki musulmonlarning bu hokimiyati menga va akamga valiahdi orqali bekitilgan. Shu sababdan men xalifa bo'lgan vaqtimda musulmonlarning mayli mashriq, mayli mag'rib tarafda bo'lsin, musulmonlarning bir ittifoqi zo'rilkan. Bu ittifoqlik hamda mening qo'limdagi hokimiyatning mening qo'limga yig'ilishi orqali hokimiyatni men tutib turish orqali ro'yobga chiqib aminlashidi ekan. Agar men bu hokimiyatdan qo'l ussam, undaqda islomning tanisi orqani qalaymuqallashib deydi. Yoki tuzilma qalaymuqallik tushib musulmonlarning orasida tangpungliq buzilib, talash tortish ko'payib, jihad amaldan qilib, hajm amaldan qilib, turli hamda yo'llarning aminligi buzilib, shunga o'xshash hamda qalaymuqanchiliklar yuz berdiganlik tufaylidan men hamda musulmonlarni qo'g'dash nuqtasidan ben bu işini icra kılıvatıma, yani hakimiyet beşide oturavatıma. Kaçan musulmonlar özü hemmisi ortak razı bulup bir adamni halife deb saylab şunun ittifaq gelse ben hilafeti buna tapşırıp birime. Ben bu hakimiyetni ben özüm kul üzüme, ben bu işten düşme deb şundaq dedi. Şundaqla gap ahırda assalomu alaykum va rahmatulloh deblar ketib qoldi dedi. Demek hem de başkalarınınki şu tehdit karakterlik mesela soğallarıma bu adam nihayette temkin haletten bir tane cevap veretti diye mezmun buna da eksetken boş gerek. Hem de Ma'munninki hibzi idraki nihayet tiz tutuluş kabiliyeti nihayet yukarı edeydi ölümala. Muhammed ibn Munzir el-Kendi'nin deyişçe Harun Reşid hec qilib Kufa kirgan vaqtida muhaddislarni izlabdimdi. Muhaddislardan faqat Abdullah ibn Idris bilan Isa ibn Yunuslam kelmabdi-da, qolgan muhaddislar kelibdi. U ikkisiga hamda Amin bilan Ma'mun avatibdi. Ikkisi o'g'li hamda. Bu ikkalanga hamda bu Abdullah ibn Idris o'z hadis so'zlab turibdi. Borgandikda Ma'mun mundaq debdi shu orliqda. Ustozim, agar izin ruxsat bersiz, men shu yodlagan hadisimni sizlarga qaytib bir tanishtirib baqsam, degankin bo'ladi, ruxsat debdi qaytlab buni shu 100 hadisni o'xshash holatda deb beribdi-da. Shu ustozmi bu odamniki hifz quvvatidan shuna hayron qolgan dedi.
Ba'zilarning deyishicha Ma'mun shu Qibris orlidan Yunan faylasuflarininki Yunan va faylasuflarning shu vaqtdagi kitoblarini chiqarib tashlagan. Hamda Qibris qadimgi faylasuflarniki yurti. Masalan, Sokrat, Aflatun qatorliq qadimgi Yunan faylasuflarininki qadimiy yurti. Bu yerda hamda shu Rim felsefesi, Yunan felsefesi eng ko'p rivoj qilgan. Dunyoda felsefening makoni Böşkü deyildiğin orun. Hazırki Yunan, Kıbrıs hazırki Yunan'da Türkiye'ye deniz cihetten çigirdaş kudayım. Bunu İmam Zahabi rahmetullahi aleyh kısıklamışlar bayan kılıp ötken. Fakihinin deyişçe Kabe'ge tuncu bulup ak jipek yopuk keydügen adam yapkan adam Ma'mun. Bu hatta Halife Nasır'ın zamanısı kadar müştah devam etken. Halife Nasır mı Abbasilarning oxirgi mezgillardagi xalifa sultonlardan. Lekin Mahmud ibn Sobuktekin al-G'aznavi bu muddatda siriq ipak kiydigan dedi, yapgan dedi yo'qqa. Mahmud ibn Sobuktekin Qarxonilar bilan Samanilar orasidagi urushda esirga tushgan Samanilarning qo'liga. Qarxonlar tarafdagi askar. Undaqda bu odamning tigi kelib chiqishi Qashqa Türklerden buludu. Mahmud Sobuktekin'inki. Keyingi mezgillerde Samanilarninki qo'lida ishlash orqali oxiri Afg'onistonninki G'azni shahrida, Afg'onistonda bo'lak bergan bular Samanilar. Samanilar yo'qolgandan keyin bular o'ziga podshohlik xonadonlik qilgan Mahmud Sobuktekin oilasi. Hozirgi G'aznida, Afg'onistonning G'aznida shu kishiniki qabrisi bor. Endi Ma'munninki so'zlardan kishilarning aqliga qarab shularning aqlidan huzur ilishdimi bakrak, huzur yo'q deb shundoq degan. Bu dunyodagi eng huzur aql. Kishilarning aqldan bir xil odam o'ziga bir kuch ola olgan vaqtida bu ajoyib huzur bo'ladi. Bu odam yana shundoq degan ekan. Men bir ishlarda bir yelini bilib yetdim degan. Bir ish cho'qim yuzinib kelgandan keyin u darhol yani chekinib kelgan edi. Keyingi yenib chekingandan keyin yana bir keladi degan. Demakmi shu hayotga bir qonuniyat deb qarash kerak.